Agar sizga mashhur sehrgarni birinchi bo'lib DC Comics yaratgan, Marvel esa uning ismini o'zgartirib, o'z olamiga olib o'tgan desam ishonasizmi? 1940-yil DC Comics Dr. Fate, ya'ni Doktor Taqdir nomli klassik sehrgarni yaratadi. Ismi Kent Nelson bo'lgan bu qahramon qadimgi Misr sehriga va Nabu nomli ma'naviy mavjudotga bog'langan. Doktor Taqdir o'zini hayotini sehr orqali adolatni himoya qilishga bag'ishlaydi. Hammamizni sevimli qahramonimiz bo'lishga ulgurgan Doktor Strange esa rosa 23 yildan keyin paydo bo'ladi. 1963-yilda Marvel ham o'zini sehrgari bo'lishini xohlab, g'ayrioddiy hikoyalar komiksida birinchi marta Doktor Strange'ni muxlislarga tanishtiradi. Strange dastlab juda mashhur jarroh bo'ladi. Baxtsiz hodisadan keyin qo'llari ishlamay qolib, kasbini davom ettira olmaydi. U Kamartajga borib, qadimiy ustozdan sehr qilishni o'rganadi. Keyinchalik multiolam va kosmik kuchlarni boshqara oladigan sehrgarga aylanadi. Bu ikkita sehrgarning o'xshashliklarini aytadigan bo'lsam, ikkalasi ham mistik kuchlarga ega sehrgar qahramon bo'lib, ular koinot va yer muvozanatini saqlash bilan shug'ullanadi. Ko'proq aqlga tayanib ish qilishadi va ikkalasining ham xarakteri bir-biriga juda yaqin. Jiddiy, sovuqqon va mas'uliyatni birinchi o'ringa qo'yadigan qahramon bo'lib, faqat katta va xavfli narsalar sodir bo'lganda ko'rinishadi. Doktor Strange Agamotto ko'zi va sehrli plashdan foydalansa, Doktor Taqdir Nabu shlemi kabi kuchli artefaktlar orqali o'z qudratini oshiradi. Bu ikkita qahramon juda o'xshash ko'rinsa ham, ular orasida muhim farqlar bor. Bularga misol qilib, Doktor Strange oldin oddiy inson bo'lganini va sehr qilishni o'rganib, kuchga ega bo'lganini, Doktor Taqdir esa ko'pincha Nabu shlemi orqali kuch olishini aytishim mumkin. Marvel Doktor Taqdirni shunchaki copy paste qilmagan. Ular bu qahramonni psixologik murakkablik va kosmik magiya bilan boyitgan.